Salom kreativlar. Bugun biz O'zbekiston Kreativ assotsiatsiyasi bilan intervyular ketma-ketligini davom ettiramiz. When the crown fell. Doomers Entertainment sardori Firdavs Mamatxonov bilan suhbatlashamiz. Salom Firdavs aka. Assalomu alaykum. Qanday o'yinlar qilinadi, qanday qilib rivojlanamiz, qanday qilib o'sha dvijoklarni YouTubedan u paytda hattoki kurslar ham yo'q edi. Stress, depressiya holatlari bo'lganmi? O'zi aslida musiqada bo'lgan. Bitta ma'lumot bilan sizni yoki bor qiladilar yoki yo'q qiladilar. To'g'ri ayting. Qo'rqmang, siz qaramay turing, aytolmaydilar haqiqatni. Hozir mana Creative Association bilan O'zbekistonda butun game devni mainstream kulturaga aylantirmoqchimiz va buning uchun bizga liderlar kerak. O'zbekcha qandaydir elementlar bor-da. Men juda ham o'zimizni kulturamizni fanatiman. Salom kreativlar. Bugun biz O'zbekiston Kreativ assotsiatsiyasi bilan intervyular ketma-ketligini davom ettiramiz va bugun biz O'zbekiston, nafaqat O'zbekiston, O'rta Osiyo va jahon bozorida game dev yo'nalishida o'z o'rnini topib kelayotgan komandalardan biri bilan suhbat o'tkazamiz. Ya'ni Doomers Entertainment komandasi va uning sardori bilan bugun game developerlar uchun ajoyib ma'lumotlarni ulashib boramiz. Agar siz yangi developer bo'lsangiz, siz uchun ayni muddao bo'ladi. Bugungi kunda O'zbekistonda rivojlanib borayotgan game dev yo'nalishi siz uchun qanchalik foydali ekanligi haqida ma'lumotlar bo'ladi. O'tkazib yubormang, biz ayni damda Doomers Entertainment sardori Firdavs Mamatxonov bilan suhbatlashamiz. Salom Firdavs aka. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Demak, birinchi savolim, nima uchun aynan komanda nomi Doomers? Bu o'zini tarixi bor. Bu aslida o'zi musiqadan kelganimiz uchun o'zim shaxsan va u yerda post-punk guruhimiz bor edi, The Doomers degan. O'sha post-punk guruhi musiqasini eshitib, uni ham qilib, o'sha payt 2020-yillar edi. Undan keyin o'yinlarga juda ham qiziqishim ortgan payti, aynan korona payti, hamma yoq lockdown bo'lgan va hech qayerga chiqmasdan aynan ertalabdan kechgacha o'tirib o'yin o'ynaganmiz va o'yinda shunchaki aynan Skyrim o'yini shunchalik nima edi, o'yindan shunchalik ilhomlanganmizki, bu o'yinlarda o'zimiz qila olamizmi yo'qmi degan savol paydo bo'ldi va undan keyin o'sha qanday o'yinlar qilinadi, qanday qilib rivojlanamiz, qanday qilib o'sha dvijoklarni, o'yinlarni, har xil Unity, Unreal dvijoklarini o'rganib, YouTubedan u paytda hattoki kurslar ham yo'q edi. U paytda shunchaki o'zimiz onlaynda, masalan Discord serverlarida odamlarni qidirib, komanda yig'ib onlayn ravishda o'sha narsani hammasini boshlaganmiz. Aynan 20-yillardan shuda. Doomers nomi o'sha vaqtda kelib chiqqan dedi. Da, Doomers nomi aynan o'sha vaqtda meni rock guruhimning nomidan keyin studiyaga, to'laqonli studiyaga aylangan va u payt o'zi aslida entertainment sifatida biz musiqa, video kliplar qilmoqchi bo'lganmiz, lekin pivot shunchalik o'zgarganki, biz o'sha game dev sohasiga o'tganmiz. Hozir meni miyamda zagruzka ketyapti. Shunda siz musiqachi bo'la turib, game developerlik sohasiga kirib kelgansiz. Aynan shunday edi. Qanaqasiga buni olib ketish oson bo'ldi? Aynan shunday. Nimaga? Chunki musiqachi sifatida meni birinchi bo'lib game jamlarga taklif qilishni boshladi, ya'ni kompozitor va sound dizayner sifatida. Va men o'sha har xil kichik o'yinlardan boshlaganmiz. Kichik o'yinlarda musiqasini o'zim yozib, sound dizayni, shovqinlari, keyin azvuchkasi ham bor. O'sha azvuchkasini ham o'zim yozib, har xil ovozlar bilan. U payt hali AI ham bo'lmagan, ya'ni o'zimiz shunchaki qo'l bilan qilganmiz, gitara bilan chalib, hammasini o'sha kichik 2-3 ta o'yinlardan keyin men networking tuzganmanda, programmistlar bilan tanishib, hudojniklar bilan tanishib va bitta narsa xayolga keldi, ya'ni meni o'zimning ham ideyalarim bor va o'sha ideyalarimni realizatsiya qilish uchun menga ham kichik jamoa kerak va o'sha game jamlardan boshlab biz bir-birimizni tanishib, undan keyin o'zimiz kichkinagina studiya sifatida, o'sha kichkinagina jamoa sifatida o'sha o'yinlarni boshladik qilishdi. Shu. Bunaqa olib qaraganda transformatsiya jarayonini amalga oshirgansiz. Qanchalik qiyinchilik tug'dirdi? Misol uchun, bugun Doomers chakana bir naqamasdi, entertainment komandasi emas. O'zini o'rniga ega, bugungi kunda ko'plab muxlislari bor o'yinlarni yaratib kelmoqda.
stress, depressiya holatlari bo'lganmi? Stress, depressiya holatlari o'zi aslida musiqada bo'lgan. Da. Game devda bo'lmaganmi? U qiziqarli narsasi shuki, nima uchun game dev meni o'ziga jalb qilib tortib ketdi? Chunki musiqada bitta narsa bor. Siz faqatgina solo sifatida, aynan yagona rockstar bo'lish uchun siz harakat qilishingiz kerak va sizning harakatingiz faqatgina mashhurlik bo'lganingizdan keyin ko'rinadi-da. Ya'ni u yerda qanaqadir o'sha bilmadim 5-10 yil siz harakat qilib bir narsa, ya'ni sifatiga qarab emas, musiqani aynan faqatgina mashhurlik KPI bor. O'sha mashhurlik, obunachilar soni, siz eshitilgan musiqalar soni va qancha pul ishlashingizga bog'liq. Faqatgina shu. Shuning uchun musiqa biznesida faqatgina eng top masalan yulduzlar faqatgina yaxshigina pul ishlab, yaxshigina brendga aylanadi. Bu narsa juda ham ko'p musiqachilarni o'z depressiyaga olib boradi. Shuning uchun biz o'sha paytda aynan struggle qilib, o'sha nima edi, o'zimizni auditoriyamizni qidirganimizda va game dev bilan tanishganimda men shunchaki shunaqangi katta o'sha developerlar bilan tanishdim va hammasini nima edi, mindseti birgalikda o'yin qilib, birgalikda o'sha chiqarish bo'lganda, o'sha menga aynan shunisi yoqdi. Ya'ni siz shunchaki o'zingiz nima edi, single odam sifatida biror narsani yaratib chiqishingiz emas, siz orqangizda jamoa bor, jamoa juda ham katta va o'sishi mumkin. Undan tashqari faqatgina bitta proyekt emas, bir nechta proyektlar, ya'ni mana shunaqa qilib biz ishga sho'ng'ilganmiz, odamlar bilan tanishganmiz va shu jarayonni o'zida biz hattoki o'sha depressiyani unutib olganmiz hamda o'sha. To'g'ri aytasiz. Musiqa, qo'shiq aytish yo'nalishida mashhur bo'lsagina odamga boshqa eshiklar ochilishi boshlaydi. Lekin game dev yo'nalishi O'zbekistonda hali juda ham kichkintoy, bolakay, qadam va qadam katta bo'lib boryapti. Va mana shu kichkintoy deb atayapmiz, bolakay deb atayapmiz. Game dev rivojlanib bormoqda va bu rivojlanish jarayonida sizlarga qaysi eshiklar ochildi? Sizlar qanday yutuqlarni qo'lga kiritib kelyapsizlar? Va bu jarayonda qo'llab-quvvatlayotgan tashkilotlar qaysi? Men 100% aytishim mumkin. Masalan, oxirgi 3 yil ichida erishgan yutuqlarimiz, masalan, game devda O'zbekistonda turib, meni butun umr, masalan, 10 yil oladigan bo'lsam, 18 yoshdan boshlab 10 yil davomida erishgan yutuqlarimdan ko'ra, mana shu 2-3 yilda 10 karra yoki balkim 50 karra ko'pdir o'zi aslida. Chunki o'sha 2023-yilda bu Prezident Teko'rdan boshlangan. Ya'ni biz Oltin O'rdani ham 2023-yil boshida boshlaganmiz. Shu o'yinni aynan tarixi bo'lgan, chunki Oltin O'rdadan boshlamaganmiz aynan o'yinlarni, lekin mana shu o'yin orqali biz tanilishni boshlaganmizda va shu o'yinni boshidan boshlaganimizda endi qisqacha aytib o'taman, aynan yutuqlarimizni. Shu o'yin bilan Prezident Award 3-o'rin sovrindori bo'ldik, $30,000 AQSh grant bilan va undan keyin Rossiyani Nochniy guruh xalqaro akseleratoriga qabul qildik. O'zbekistondan birinchi bo'lib u yerda ishtirok etdik, ya'ni bungacha hech kim ishtirok etmagan. Va undan keyin Kazanda o'sha final bo'ldi. Finalda eng zo'r speaker unvonini oldik u yerda. Undan keyin yana boshqa akselerator, Startup VC akselerator, u ham xalqaro akseleratorda ishtirok etdik. Undan keyin WePlay Ventures, mana Game Festlar aynan o'sha 23-yilmi tashkil qilingan bo'lsa, mana 3 yil davomida Game Festga qatnashishni boshladik. Creative Association bilan birgalikda, hamkorlikda biz o'sha Game Festda ham aynan WePlay Ventures kelgan va biz aynan birinchi studiya sifatida O'zbekistondan WePlay Venturesda akseleratsiyada qatnashdik va u yerda yana qo'shimcha eng top 4 ta, masalan 4 ta batch bo'lsa, o'sha WePlay Venturesda barcha akseleratsiyon programmasida eng zo'r top 12 ta studiyaga kirdik. O'sha Yevroosiyoning eng top 12 ta studiyasiga kirdik va biz uchun WePlay Stars hattoki bor, o'sha veb-saytlarda WePlay Stars deganda bizda Doomers Entertainment studiyamiz, kompaniyamiz bor va o'sha narsa ham bizga turtki bo'ldi. Bundan keyin yana boshqa akseleratorda, Startup Garajda, A&R akseleratorida Alisher Hasanov bilan Plug and Play akseleratorida ham qatnashdik. Ya'ni har xil akseleratorlarda, har xil networking bilan juda ham katta nima deydi, o'sha atigi masalan 2-3 yil o'tgandir, lekin shunchalik darajada sohani sevyapsiz. O'z-o'zidan biz sohani sevamiz, biz bu sohani fanatimiz, bu narsani
nima edi? Bekita olmaysiz. Da 150-200%ga ertalabdan kechgacha masalan shu bilan ovoramiz masalan va bu narsa juda ham qiziq biz uchun. Chunki har bitta proyekt Oltin O'rdadan boshlab masalan qo'y urishtirishgacha yaqinda mana e'lon qilganimizda ham, anons qilganimizda ham hammasi o'ziga individual istoriyasiga ega, individual masalan nima edi tarixiga va har bittasini yaratilish jarayoni o'zgacha va har kuni har xil challengelar bo'ladi. O'sha challengelardan ham o'tib, ya'ni siz shunchaki o'sha aytganimdek siz shunchaki depressiya qachon bo'ladi? O'zi aslida depressiya agarda siz qilayotgan ishingizni natijasini ko'rmasangiz va davomiy ravishda davom etsa, o'sha depressiyaga yo'liqasizda. Bu yerda siz har kuni challenge, har kuni problema bo'ladi va o'sha har kuni problemani siz bugun hal qilishingiz kerak. Mana shuning uchun siz hattoki vaqtingiz ham bo'lmaydi. Ya'ni biror narsani nima deydi, o'ylab o'tirib, uni nima deydi, o'xshamadi yoki bo'lmadi degunizcha yana ustingizga yana bir 5-6 ta muammo keladi, aynan proyektlar bo'yicha, komandalar bo'yicha. Buni hammasini hal qilgunizcha o'zi emotsiyaga berilmaysiz asosan. Endi bir savol tug'ildi hozir menda. Mana rasmlarni ko'rib turman, bu haqiqiy suratlar va haqiqiy u yer Oltin O'rda o'yinini yaratish uchun siz aynan o'sha yerni borib o'rganib kelgansiz, shunaqami? Da, biz o'zi aslida o'yinlar har doim refboarddan boshlanadi. Ya'ni biz refboard tuzamiz, konseptlar qo'yib real hayotdagi masalan har xil o'sha janrga bog'liq bo'lgan qayerda ko'rsatmoqchi bo'lsak, birinchi bo'lib Oltin O'rdani rivojlanishi mana shu xaritadan boshlangan. Bu men Google ga kirib birinchi o'rinda o'sha 2023-yilda shunchaki o'sha Samarqand viloyatini kilometrajini o'lchaganman, qanchalik kilometraji bor, qancha kvadrat metri va qanchalik biz o'shani o'yinda ko'rsata olamiz. Ya'ni bu taxminan agarda realistik bo'lsa, bu yerda menimcha 8000 kvadrat kilometr, ya'ni buni biz qisqartirsak 1000 ga 87 kvadrat kilometr bo'lyapti. Shunda biz tushundikki, ya'ni buni 1000 marta o'sha kamaytirib haqiqiy real dunyoga aylantirsa, bu narsa o'sha haqiqiy o'sha game dunyosiga aylantirsa va u yerda sayohat qilmoqchi bo'lsangiz, aynan mana shunaqangi nima deydi, ko'rinishga ega bo'ladi-da. Bu уже aynan game ichidagi bu hali nima edi, chernovik xarita hali va u yerda biz xuddi shunday har xil eventlar, har xil lokatsiyalarni qo'yishni boshlaymiz, yo'llarni tuzishni boshlaymiz va shu bilan va har bitta o'sha lokatsiyani qayerda qanday joylar bo'lsa, biz xuddi shunday realistik aynan O'zbekistonda, bu faqatgina Samarqandga emas, tegishli emas, aynan biz baribir O'zbekiston Oltin O'rda o'zi tarixga yuzlanadigan bo'lsa, juda ham katta hudud. Juda ham katta hudud, va tarixi uni o'zi kelib chiqish tarixi bor, rivojlanish tarixi bor, u yerdagi munozarali holatlar bor, urushlar. Bu o'yin ichida hammasi o'z aksini topganmi? Ha, bu o'z-o'zidan juda ham katta o'zi imperiyaga ega bo'lgan. O'sha 12-13 asrlarda Chingizxon butun boshli Yevrosiyoni qamrab olganida biz birinchi qismida aynan mana shu Oltin O'rdani aynan birinchi qismi, ya'ni bundan keyin yana bir nechta qismlar kelajakda ko'rsatib, har bitta qismida o'zini o'sha viloyat yoki regionini yoki shaharini, qahramonlarini ko'rsatmoqchimiz. Ya'ni bu shunchaki bir qismli o'yin emas, bu xuddi Assassin's Creed franshizalarga aylanadi. Ya'ni bir masalan Samarqand atrofida oladigan bo'lsak, keyingi qismlarda balkim umuman boshqa davlat yoki boshqa shahar ham bo'lishi mumkin va xuddi shunday biz o'shalarni hammasini yig'ib butun boshli nima deydi, o'sha keyinchalik o'sha franshizaga aylanish uchun hozir shuni ustida ish olib bormoqchimiz. Qo'yil. Men forma masalasiga alohida to'xtalmoqchiman, ya'ni obraz, kiyim masalasiga. Game Fest'dagi ilhomlangan kiyimingiz aynan mana shu Oltin O'rdadan kelib chiqqanmidi? Da. Rasm qo'yamiz. Game Fest'dagi imagingiz to'g'risida gapiryapman. Demak, Oltin O'rdani o'zingiz uchun obraz qilib olgandingiz o'sha Game Fest'da.
Qoyil. Shu. Hamma ham jur'at qila olmaydi bunaqa narsaga, chunki o'zgacha ko'rinishda edingiz. Biz Da, ko'rganmiz. O'sha yerda faol edingiz. Da. Biz o'sha bo'yicha ham alohida kommentariyam bor, chunki Game Festda birinchi sezonda mana Game Fest qatnashganimizda Mike Fisher kelgan, aynan Epic Gamesda o'z paytida o'sha publishing direktoridan biri bo'lgan, undan keyin Square Enix CEOsi bo'lgan, ya'ni juda ham katta kompaniyalar bu. U kelganida biz bilan tanishgan, men ko'rsatganman o'yinni o'sha payt va bir narsani mentorship klasslari qilishgan o'sha har kuni, o'sha 2-3 kun davomida va bir narsani aytgan, juda ham muhim narsani aytgan. U paytda siz o'yiningizni ko'rsatishingiz uchun qanchalik telba bo'lsangiz, shunchalik yaxshi. Chunki bu narsani orqasida aynan o'sha muvaffaqiyat yotadi. Chunki va u yerda o'sha ko'rsatgan nima deydi, o'sha yerda ko'rsatgan narsasi aynan ekranida aynan bir telba odam kartonga shunchaki mana o'yinim bor, mana shu o'yinni o'yna deb yozib qo'yganda va men o'sha payt hayolimga kelgan, bu degani biz ham agarda hozircha masalan marketing byudjetimiz yo'q bo'lsa, bu degani o'zimiz marketing bo'lishimiz kerakda, o'zimiz ko'rsatishimiz kerak va men o'sha payt niyat qilganman, o'zi har doim bundan oldin ham niyat qilganman, o'sha kostyumlar bilan kiyinib chiqish qilish yoki qayergadir pitching qilish, prezentatsiya qilish, qayerga borsam ham aynan o'sha kostyumlar, o'sha eski zamondagi har xil o'zimizda ham bor. Masalan, Amir Temur davridagi kostyumlarni ham kiyib yoki shoh kostyumini kiyib o'sha pitching prezentatsiyalar qilish menda nima deydi, har doim niyat bor edi va o'sha narsani biz o'sha ikkita sezonda Game Festda qildik, mana 2-3 sezonda va keyingi safar niyatimiz bor, faqatgina men emas, butun boshli jamoam o'shada kostyumlarda bo'lib bemalol ko'rsatadi. Game Festni Doomers Entertainment muxlislari intizorlik bilan kutsa kerak, lekin ancha-muncha mashhurlikka erishdingiz u yerda. Ko'pchilik siz bilan selfilarga tushdi, ko'pchilik nima uchun aynan bu obrazda yurganingizni so'radi va uning ortidan siz aynan Doomers Entertainment, ya'ni Game Dev komandasi sardori ekanligingizni ham bilib olishdi. Bu yutuq albatta. Endi men juda ham orqaga qaytmoqchiman sizning yo'nalishingizda. Eng birinchi yozgan kod yoki personaj esingizdami? Bor, o'sha birinchi bo'lib boshlaganimizda Oltin O'rdani men o'zim kod qilganman, o'sha полный nima edi, Unreal Engine'da, Blueprint'da. U yerda vizual koding bor, vizual koding orqali men animatsiyalarda harakatini va o'sha anime AI bor va personajni moveset, animatsiyalari, uni harakatlanishi, uni xarakteristikalarini o'zim kodlaganman va o'zi 2 kishi boshlaganmiz. Birinchisi o'sha environment artlarini qilgan, xuddi mana shunday masalan ko'rinishga ega bo'lsa, mana shu narsani aynan dvijokda qilib, men esa o'sha mexanikalar ustida ishlaganmiz va shundan keyin MVPni uni ham deyarli 1,5 oyda bitirgan bo'lsak, undan keyin pitching, prezentatsiyalar boshlandi, jamoa yig'ish boshlandi va o'sha konsepsiyasini ko'rsatganmiz birinchi bo'libda mart 2023-yilda. U yerdagi rasmlar ham Oltin O'rdaga tegishlimi? Ha, albatta, o'sha aytganimdek report. Buni o'zining ham tarixi bor. Oltin O'rdani boshlashimizni o'zi tarixi, o'zi biz umuman olganda umuman boshqacha o'yin qilganmiz. O'sha planimiz bor edi. Fantasy o'yini Orolda bo'ladigan va o'sha paytda development bo'lganda endi u o'yin aynan hamma o'yinlarga o'xshash tarafi bo'lganda, biz esa o'sha unikal narsani ko'rsatmoqchi edik va bir kun kelib men televizorda ertalabdan kofe ichgan paytimda televizorda serial ko'rib qolganman. O'sha serial Mendirman Jaloliddin seriali va ssenalarni ko'rganman. Ssenalarda o'tovlar va o'tovlarda oldida jang. Mo'g'ullar bilan o'sha ular bosib kirganda Xorazmshoh bilan nima edi, urushgan paytlari men o'sha ssenani ko'rganman va bir narsa nima edi, ko'zimga keldiki,
bunaqangi o'yin yo'q-ku. Aynan o'tuvlarda orasida mo'g'ullar bilan har xil o'sha istoriyaga aloqadorlik o'yin o'zi umuman yo'q-ku. Hali hech kim qilmagan butun Yo'q, dunyoda. rostdan ham yo'q. Da. Va o'sha narsani men ko'rganimda, men o'sha aytganimdek environment artistga kelganmanda shu zahotiyoq barchasini o'zgartiramiz deganmanda, mana shu narsani shunchaki ko'rsatib, skrinshotlarni, bu ham haqiqiy o'zi aslida rasmlar, haqiqiy chizilgan rasmlar, hammasini ko'rsatib, vizualini, konsepsiyalarini mana shu narsani endi qilamiz deganman. Shu bilan development o'sha oltin o'rdaga boshlangan. Mana shu butun boshli nima deydi yo'l. Lekin o'tovlar bu mo'g'ullarni boshpanasi hisoblangan-da. Da. Bu yerda hozir oltin o'rdada mo'g'ullar tarixi ham kiritilgan, shunday. Bu yerda o'zi aslida turkiylarda tarixi, chunki o'tovlarda ham o'ziga yarasha har xil uslublari va xalqqa nisbatan har xil o'zi turlari bor. Masalan, naqshlar bilan ajratganmisiz buni? Naqshlar, masalan, Qozog'istonda o'tovlar boshqacha, Qoraqalpog'istonda boshqacha, keyin Qirg'izistonda boshqacha o'tovlar va har bittasini o'zini naqshlari, o'zini hattoki shakli ham bor. Kichik-kichik shakldagilar bor va katta shakldagilar bor. Va o'sha mo'g'ullarda ham o'zi boshqacha bo'ladi va hammasini o'rganib chiqqanimizda biz bir narsaga keldikki, ya'ni buni o'zi aslida juda ham ko'p research qilib tarixini nima edi o'rgansa bo'ladi, lekin biz bir narsani qilishimiz kerak, bu shunchaki hech bo'lmasa boshlab o'sha O'rta Osiyoda ko'rsatishimiz kerak. Ya'ni shu tarixni mana shu vizual bo'yicha, mana shu konsepsiya bo'yicha, shuning uchun bu yerda men 100%lik masalan tarixiy aynan hamma narsa tarixga asoslangan deb ayta olmayman, chunki bu narsa juda ham qiyin va juda ham ko'p vaqt oladi va juda ham ko'p research qilib o'sha o'zgarishlarga olib kelish mumkin-da. Shuning uchun biz maqsadimiz birinchi qismida bu shunchaki o'zimizni milliy aynan o'tovlarni, ruhni, turkiylarni ko'rsatib, aynan uni rivojlantirish va undan keyin o'sha har xil yangi qismlar boshlaganimizda biz nima deydi, o'shalarda barchasini rivojlantirib, alohida xalqlarni ko'rsatganimizda ularni spetsifik aynan kelib chiqishi tarixini ko'rsatish olishimiz mumkin. Qoyil. Hozir so'zlarda aytib beryapsiz, lekin men tasavvur qilyapmanki, bu juda ham ko'p vaqtni talab qiladi va uyqusiz tunlarni talab qiladi. Siz uchun eng uzoq davom etgan uyqusiz tun qaysi kodlarni yozishda bo'lgan? O'zi aslida qiyinchiliklar juda ham ko'p game devda, ya'ni boshqa masalan AI. Mana shu joyda aytib o'ting game devdagi qiyinchiliklarni, chunki biz game devni o'rgatish uchun nimadirlar haqida ma'lumot berishga harakat qilsak, kommentariyada yozishni boshlashadi. Hozir sun'iy intellekt chiqqan, juda ham oson, nimasini o'rgatasizlar degan gaplar bo'ladi. Lekin juda ham qiyin. Mana mutaxassis o'zi aytib bersinlar. O'zi aslida eng qiyin, eng murakkab sohalardan biri game dev. Bu shunchaki AI yoki shunchaki SaaS, fintech emas. Bu yerda biz odamlar bilan, odamlarning tuyg'usi bilan ishlaymiz birinchi o'rinda. Ya'ni siz chiroyli rasm qilib yoki chiroyli modellar qilib yoki hattoki chiroyli o'yin dunyo yaratib, odamlarning qalbini zabt qila olmaysiz. Bu yerda juda ham spetsifik aynan nima edi, o'sha tuyg'ularini psixologik ravishda ishlash kerakda. Bu birinchi o'rindagi challenge. Ikkinchi o'rindagi challenge bu texnik ravishda. Chunki bizda masalan boshqa IT sektorlarga agarda qo'pol qilib aytganda front-end, back-end, agarda UI dizayn bilan back-end bor bo'lsa, bizda sound dizayndan tortib art, concept art, 3D, 2D, undan keyin programmirovание bor, undan keyin environment art bor, bularni hammasini yasaydigan, butun boshli dunyoni yasaydigan, undan keyin texnik jihatdan qiladigan optimizatsiyamiz bor. Bu shunchaki modellash emas, buni aynan topologiyasini to'g'ri optimizatsiya qilish, bu narsani barcha uskunalarda ishtirok qilish uchun undan keyin lokalizatsiya bor, tarjimonlar bor, undan keyin yana undan keyin o'sha aynan research qiladigan aynan tarix
tarixga taalluqli bo'lsa, uni tarix nima edi, mutaxassis kerak, undan keyin bundan tashqari ya'ni ssenariyist kerak, yana undan tashqari ya'ni game dizayner kerak, barcha mexanikalarni yozib o'tadigan, ya'ni kamida 9-10 ta bizda o'zi game devda o'zida sohalar bor va o'sha sohalarni hammasini jamlagan holda nima edi, bittagina o'yin yaratiladi va o'yin shunchalik zo'r bo'lishi kerakki, o'yinchilarga 15 minut ichida ular yoqtirib qolishi kerak. Eng muhim narsa, ya'ni bizda xato qilish nima deydi, deyarli xato qilishimiz umuman kerak emas. Da, kerak emas, chunki atiga impression qilish uchun o'yinchilarda atiga 15 yoki 30 minut vaqtimiz bor. O'sha 15-30 minut vaqt ichida agarda maza qilib o'ynashsa, juda ham zo'r. Agarda yoqmay qolsa, bo'ldi. Undan keyin juda ham qiyin bo'ladi qaytishi, juda ham qiyin bo'ladi qaytarish va o'shanaqa narsalar bor bo'lganligi uchun va har xil texnik va psixologik ravishda o'sha har xil narsalar bor bo'lganligi uchun juda ham o'zi aslida murakkabda. Aynan mana shu murakkab jarayonda siz yigitlaringiz qaysi lavozimlarda, qaysi yo'nalishlarda ishlashadi? Da, game dizaynerimiz bor. Game dizaynerimiz bu birinchi o'rinda o'sha aytganimdek barcha mexanikalarimizni barchasini yozib, ya'ni bu shunchaki mexanikalar emas, siz orkestrdek barcha o'sha sohalarda, o'sha aytganimdek sohalarni birgalikda jamlab turib, ularga ham vazifa, ham nima deydi, ssenariydan boshlab programmistlargacha barchasini to'g'ri ravishda jamlab turib, uni rivojlantirishingiz kerak. Da, game dizayner sifatida juda ham ko'p mexanikalar. Operatorimiz chaqiramiz. Da. Chunki hozir kompyuterdagi ma'lumotlarni ko'rib, men qo'rqib ketyapman. Da, bu yerda har xil shu inson qiladi. Da, har bittasini o'sha Pavel bilan hozir ishlamoqdamiz va bemalol, men to'g'risini aytsam, game dizayner shunaqangi o'zi juda ham murakkab o'zi aslida narsa. Bu narsani nima deydi, ssenariydan tortib, xuddi o'sha vizuallashtirish, o'yin qanday boshlanadi, nimadan boshlanadi, birinchi daqiqasi qanday bo'ladi, oxiri nima bilan tugaydi, buni hammasini tuzib chiqish kerak va buni hammasini nima deydi, rivojlantirib chiqish kerak. Bu juda ham murakkab o'zi aslida kasbda. Demak, Pavelga savol bermoqchiman. Bu jarayonda xato qilganingizda gap eshitasizmi hech Firdavsdan? Нет, наш руководитель довольно милосердный. Если есть какие-то ошибки, претензии, поправки, сразу же меня поправляют, конечно же, но поскольку мы это планируем на будущее, то есть это все планы у нас, схемы, планы, стратегии, как механики будут работать, как игрок будет веселиться, это все у нас в планы. Мы как оркестр, как руководители, получается, дает наставление нам Фирдаус, и получается, мы уже там по плану идем, меняем свое направление, поэтому каких-то критических проблем, слава богу, еще не было. Но да, никаких прям высказываний, никаких ругательств пока что, слава bog'u, не было. Shu bahona mana bolalaringiz ichidagi gaplarni bilib oldingiz. Keyin yigitimiz qaysi vazifani bajaradilar? Bu yerda Ozodbek bu bilan nima deydi, bu ham o'zi universal odam o'zi aslida, chunki bizga ham marketingni o'sha o'zi alohida yana bir aytganimdek Dumers Entertainmentdan tashqari Dumers Publishing hozir o'tkazmoqchimiz-da, ya'ni faqat shunchaki studiya sifatida emas, aynan publishing sifatida rivojlantirib, uni barchasini yana qo'shimcha odamlar ham qidirmoqdamiz, marketologlar, target reklama qilish uchun, influence outreach qilish uchun, ya'ni juda ham katta o'zi alohida jamoa yig'moqchimiz va shu jamoalardan bittasi o'sha hozir aynan marketologda SMM va o'sha rivojlanishni qanday qilib nima edi, o'sha o'yinlarda outreach, influence marketingga ko'rsatadigan odamlarimizdan biri va biz hozir bular bilan o'sha plan tuzib, marketing qanday qilamiz va undan keyin o'yinlarda masalan screenshotlari qanaqa ko'rinishda bo'ladi yoki devloglar qanaqa qiladi, shu bo'yicha gaplashib, o'zi aslida o'zi alohida ish
shular bilan asosan qilib va har xil nima deydi postlar ham shularda qo'lida nima deydi community management manager sifatida ham Xullas, yuragingiz bilan qo'lida ekan. Da. Bitta ma'lumot bilan sizni yoki bor qiladilar yoki yo'q qiladilar. Va bu albatta hazil. Ismlari Ozodbek. Firdavs bilan komandada ishlash sizga qanchalik nima deydi, komfort beradi yoki bo'lmasa qanchalik ko'p gap eshitasiz? Men uchun qiziq bu. Biz Firdavs aka bilan bundan 1 yil oldin tanishganmiz. O'sha 1 yildan beri deyarli birga ishlab kelamiz. Yaxshi, xato qilsak ko'rsatadi, to'g'rilashni o'rgatadi, ko'p jazolashlar yo'q. Iloji boricha bizga yordam berishadi, dalda berishga harakat qiladi. Nafaqat menga, barcha jamoa a'zolariga. Demak, Doomers bilan ishlash sizga yoqadi. Da, yoqadi. Bu kishini ishlari meni boyadan beri e'tiborimni tortadi. Xaritalar, qandaydir sahnalar ustida ishlayaptilar. Nima ish qiladilar? Anvar, bu Anvar Sherniyozov bu odam bilan o'zi aslida biz ham 1,5-2 yildan beri tanishmiz. Har xil proyektlarda proyekt menejer sifatida ishtirok etgan va men o'zim jamoamga qo'shishga nima edi chaqirdim. Birgalikda ishlab, birgalikda rivojlantirib, chunki proyektlar o'z-o'zidan juda ham ko'p bo'lganligi uchun bizga o'zi aslida eng muhim bo'ladigan narsa bu aynan proyekt menejer. Hozir Anvar akras proyekt menejer sifatida ishtirok etadi va biz nima deydi har xil o'yinlar bo'yicha mobile PC o'yinlarda, undan keyin mana akseleratsiya dasturimiz ham bor. Ularda ham proyekt menejeri sifatida bu ham universal odam, hamma tadbirlarda nima deydi ishtirok etadigan, tashkil qiladigan odamlardan biri va bu narsa va nafaqat o'sha tadbirlarda, balki o'yinlarda, masalan, men bemalol unga topshirib qo'ysam, ya'ni qanaqadir prodyuserlik yoki menejerlik kichik jamoalarda nima edi, tashkiliy ishlarda uni vizualdan boshlab qanaqangi ko'rinishda ega ekanligini hammasini tashkil qilish uchun men Anvarga topshiraman. Anvar bu meni nima deydi, o'ng qo'lim desam ham bo'ladi-da. Bu hammasini hozir menga faqatgina nima deydi, faqatgina bitta o'ng qo'lim bor, lekin menga 10 ta o'ng qo'l kerak, chunki proyektlar ko'payib yana ko'paytiramiz. Nima deydi va niyat bo'lsa kelajakda mana uchalasi ham bemalol o'ng qo'lga aylansa va yana nima deydi, agarda kimdir menejerlikka, proyekt menejerlikka, prodyuserlikka intiladigan bo'lsa bemalol menga chiqishi mumkin. Da, biz shogirdlar qabul qilamiz, bizga juda ham kerak, chunki hozirda o'zida 6 ta proyektimiz bor. Akseleratsiya jarayonida yana bir 15 ta proyektimiz bo'ladi. Ya'ni biz hozir mana Creative Association bilan har xil o'sha organizatsiyalar bilan partnership sifatida proyektlarda umuman olganda O'zbekistonda butun game devni o'sha juda ham mashhur qilib, nima edi, mainstream kulturaga aylantirmoqchimiz va buning uchun bizga liderlar kerak. Da, shu. Anvar ham Anvar, sizni ishingiz menimcha hammaniki kabi qiyin, buni bilib turibman va eng qiyin jarayonlar qanaqa bo'ladi sizda? Assalomu alaykum. Albatta bo'ladi. Endi proyekt menejer sifatida ham har xil holatlarga duch kelganmiz. Har doim ham bizda Doomersning rahbari Firdavs aka bosh bo'la olmaydilar har doim. Ba'zan safarlarda, boshqa holatlarda bo'ladilar. Shu jarayonlarda jamoani boshqarish, undan tashqari jamoat o'rtasida networkingni kuchaytirish, keyin bundan tashqari bizda o'yinlarni asosan men investorlar bilan uchrashuvlar tashkil qilishda, investorlarga kichik taqdimotlarni tayyorlashda har doim men aniq qilaman, o'zim tayyorlanaman. Mana shu jarayonlarda sal ozroq odamlar bilan ishlash qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Ba'zi bir holatlarda endi ko'rmagan, bilmagan insonimiz bilan ishlash sal qiyin bo'ladi. O'sha jarayonlarda bizda muammolar bo'lishi mumkin. Yutuqli tarafi Firdavs akadan keyin proyekt menejer tanishadi hamma. O'yinlarni rahbaridan keyingi lideri sifatida men tanishadi va bu menga ham Firdavs aka yuqorida ta'kidlaganlaridek keyinchalik ham mana yangi loyihalar ustida ishlash, investorlar o'rtasidagi ishonch, keyin mana shu berilgan topshiriqni bajara olish qobiliyati haqiqatan ham borligini ko'rsatib beruvchi omil sifatida namoyon bo'ladi.
Da, bundan tashqari yana Anvar bizda agarda bilsangiz aynan promotion bilan marketing bilan ham shug'ullanadi. O'zi face qilganmiz hozir o'sha akseleratorda ham o'yinlar haqida gapirib buni nima edi rivojlantirish bo'yicha, chunki men o'zim ham hamma narsaga ulgurmayman, shuning uchun o'sha face nima edi promotion, brand face, promotion, o'yinlar, masalan reelslar, qanaqadir streamlar, qanaqadir uyushtirsak bular bilan ham birgalikda hozir qilyapmiz va shu da. Jamoadan hamma kelmadi. Endi sal chetroqda gaplashamiz. Jamoadan hamma kelmadi. Hozir komandada odam ishlatish uchun albatta moddiy taraflama sizni kuchingiz ko'p bo'lishi kerak. Sizni komandangizni moliyalashtirish qanchalik murakkablik tug'diradi-yu, qanchalik buni uddasidan chiqasiz. Aynan investorlar orqali oziqlanasiz, to'g'rimi? Da. Bungacha o'zi aslida juda ham ko'p bootstrapping qilganmiz. Bu degani o'zimiz pulimiz, o'zimiz nima edi, qayerdan bo'lsa ham topib, rivojlantirib, bolalarni ushlab turib, eng muhimi o'zi aslida game devda, bilmadim, endi boshqa sohalarda ham shunaqa bo'lsa kerak, bu jamoani ushlab turish. Masalan 3 yildan beri ushlab turadigan bo'lsak, biz juda ham ko'p studiyalarda, komandalarda ko'rdik. Aynan juda ham yaxshi proyektlar qilishgan, lekin aytaylik 6 oy davomida ular o'zlarini nima edi, salgina yo'qotib qo'yib yoki jamoasi tarqalib ketib, mana shunaqa holatlar ham ko'rganmiz. Afsuski, shunaqa holatlar ko'p bo'lgan. Va meni maqsadim, men shuning uchun har doim qidiruvda bo'lganman. Mana 3 yil davomida to'xtamasdan, masalan, qayerda yana odam topib, yana odam qidirib, yana qo'shimcha, masalan, yordamchilar kerak bo'lsa topib, shular bilan nima deydi, shunday qilib rivojlanganmiz. Shunday qilib shu paytgacha yetib keldik va undan keyin mana investitsiya jalb qildik. Hozir o'sha grantlar, investitsiya jalb qildik va uni hammasini nima deydi, o'sha jamoani hozir gibrid formatda ishlayapmiz. Qisman ofisda, qisman onlaynda. Ya'ni hamma ham o'z-o'zidan kela olmaydi, ba'zilar chet elda bo'lishi mumkin. Chunki o'zi aslida chet ellik mutaxassislarimiz ham ko'p o'zi aslida. Va O'zbekistonda mana endi hozir nima deydi, mana shu yerda hub qilib, mana shu yerda to'laqonli rivojlantirish maqsadimiz bor. Aynan O'zbekistonda o'tirib ishlaydigan studiya sifatida to'laqonli ishlash. Mana hozirgi birinchi o'rindagi maqsadimiz aynan shunday. Hamma birgalikda ishlab, brainstorm qilib, birgalikda oziqlanib o'sha ideyalar bilan shu rivojlanish. Hozir mana bu ekranda qo'yilgan o'yin ham sizlarga tegishli. Da. O'yin nomi nima? Nearborn, o'zi bu yerda bir nechta proyektlar bor. Nearborn bu puzzle adventure o'yini. Bu yerda o'sha siz avvaliga shunchaki skelet sifatida aynan Oblivion ichida yurasiz. Mana shu nima edi, qurishingiz kerak, mana ko'rsatgandek. Kemani qurib, u yerdan chiqib ketishingiz kerak. Lekin o'sha skelet dan boshlab siz odamga aylanishingiz kerak, ya'ni ichki organlarni qidirib, topib va uni rivojlantirish sifatida. Hali bu o'yinni premyera qilmagansizlar. Yo'q, bular уже demos tayyor, Steamda turibdi, o'ynab ko'rishingiz mumkin. Available, yaqinda sotuvga chiqaramiz. Yaqin orada juda ham oz qoldi va undan keyin kadrlar lekin zo'r ishlangan. Agar o'yin ham shunaqa ichida ham xuddi shunday. Men uchun qiziqish uyg'otyapti bu o'yin. Va eng qizig'i aynan bugungi kunda o'zbeklar o'ylab topdi degan fikr bo'larmikan, shu qiziqtiryapti. Chunki hali bizda oddiy o'yinlarni namoyish qilishyapti. Misol uchun bolajonlar uchun mo'ljallangan oddiy puzzle o'yinlar, lekin bunaqasini endi ko'ryapman. Balki bu sohani endi o'rganayotganim uchundir. Shu mana keyingi o'yinimiz bor, bu qo'y urishtirish. Bu o'zimizning milliy nima edi, men ideyam bo'lgan prodyuserlik sifatida bu narsani rivojlantirib, qo'y urishtirishni jahonga olib chiqish va buni ham anons qilganimizda, aprelda anons qildik. Juda ham katta shov-shuvga ega bo'ldi. Hamma joyda, Yaponiyada, Twitterda tarqalib, undan keyin hozir AQShda juda ham har xil nima deydi, hattoki eng katta dunyodagi streamerlardan biri KCO
10 million подписчиги bor. U ham o'sha treylerni ko'rib, streamida bizga juda ham boshqacha his-tuyg'ular berdi. Men juda ham xursand bo'ldim. Biz kuzatib yurgan streamerlar, jahon streamerlarini endi bizni proyektimizda ko'rsatib, tomosha qilib, qachon o'ynar ekanmiz deb aytishsa juda ham zo'r. U yerda aynan videosi bor. Qachon chiqadi bu deb baqirib, chaqirib o'sha ular emotsiyalar bilan aytish. Shuning uchun bu shunaqangi industriyadamiz, da. Так, bu yerda hozir xo'roz ham bor, buqa ham bor. Da. Hayvonlarni qo'shib boraveramiz, update qilib, ya'ni bu juda ham uzoq davomli nima deydi, update o'yini bo'ladi. Ya'ni avvaliga qo'y chiqaramiz, undan keyin qo'ylarning ham har xil turlarini chiqaramiz, undan keyin mol, ho'kiz, echki va hokazo o'sha xo'rozlarni ham chiqarib, ustiga kiyimlari, do'ppi, chopon, har xil ularni outfit qilamiz. Mana suhbat davomida amin bo'ldimki, menimcha siz tarixni juda ham yaxshi ko'rasiz. O'z qadriyatlarga sodiq insonsiz. Ya'ni har bitta o'yiningizda o'zbekcha qandaydir elementlar bor-da. Shuni hisobga olgan holda vatanparvar inson desam bo'ladimi? Men juda ham kulturamizni, o'zimizni kulturamizni fanatiman. Nimaga? Chunki bizda haqiqatan ham tariximiz juda ham boy, juda ham zo'r va o'sha tarixni biz sifatli ravishda uni hammasini ko'rsatsak, biz butun jahonga mashhur bo'lamiz. Men shu narsaga 100% kafolat bera olaman. Sifatli qilib o'zimizni milliy kiyimlarimizdan tortib tariximizgacha yoki ajdodlarimizgacha hammasini ko'rsatib, alohida masalan kino yoki o'yinlar sifatida ko'rsatsak, bu juda ham katta yutuqqa erishgan bo'lamiz. Chunki bu haqiqatan ham unikal narsa. Ya'ni hamma joyda bir xil deyarli agarda qahramonlar, masalan Gollivuddagi qahramonlar hammasi bir xil yoki o'zini hamma joyda nima edi bir xillik bo'lgandan keyin o'sha 20-30 yil davomida agarda bilsangiz hech qanday o'zgarishlar yo'q deyarli, ya'ni bular bir xil franshizalar, bir xil qahramonlarni aylantirib o'sha nima deydi, qanaqadir hattoki kreativ inqirozga ham uchrayapti. Aynan o'sha o'yinlar, kino yaratuvchilar, o'yin yaratuvchilar ham biz esa bizni vazifamiz hozir o'zimizni yoki umuman kreativni yo'l qo'yib, to'laqonli ochib, o'sha ko'rsatish maksimal ravishda. Siz mana shu o'yinlarda kreativlikni ishga solgan holda tarixni, milliylikni, madaniyatni birlashtiryapsiz va o'yinlar yaratayotganda bu jarayonlarni sinovdan ham o'tkazasiz, to'g'rimi? Ya'ni tester qilasizlar, o'yin nima deydi, o'yin o'ynaydiganlar bilan o'yin o'ynovchilar aynan mana shu madaniyatni kiritganingizni, tariximizni kiritganingizni va shu bilan birgalikda o'ziga xos milliylikni o'yinlarga targ'ib qilganingizni qanaqa qabul qilishgan? Ularga bu yoqqanmi? Da, biz asosan o'sha aytganimdek hattoki developer razработчиклар bilan jahon razработчиклар bilan ishlasak ham barchasi hayron qolgan, aynan vizual ravishda, unikal vizual yoki unikal qanaqadir setting ravishda ko'rganida bizni aynan o'yinlarimizni ular o'ziga jalb qilgan o'sha narsa. Va ular developer sifatida jalb qilishdimi, bu degani biz o'yinchilarni ham, gamerlarni ham jalb qila olamiz jahondagilar degani. Shuning uchun biz maqsadimiz o'sha narsani ko'rsatish. Endi ikkinchi maqsadimiz bu ko'rsatdik, masalan, bu sifatli, texnik ravishdan sifatli, chiroyli, aynan mazza qilib o'ynaydigan masalan holatga keltirish. Bir gapni eshitgandim, O'zbekistonda game dev bilan shug'ullanish o'yinni eng qiyin rejimida o'ynash bilan barobar deb aytishgan. Chunki hali O'zbekiston miqyosida game dev unchalik rivojlanmagan. Siz aynan mana shu O'zbekistonda game dev bilan shug'ullanishni o'yinni qaysi qismiga qo'yasiz? Boshlanishi, o'rtasi va eng murakkab qismi? Haqiqatan murakkab qismidamiz, nima edi, ultra hard leveldamiz. Nimagaki, chunki bizda fondlar, gaming fondlari yoki venturelar yoki qanaqadir qo'shimcha hali yo'q, publisherlar ham yo'q. Biz shuning uchun faqatgina yagona hozirgi kunda, masalan, bugungi kunda aynan ishlashga nima edi, loyihatli qanaqadir fondlar yoki venturelar yoki publisherlar hammasi chet elda, o'sha chet el bilan ishlashga majburmiz. Chet el bilan ishlaganingizda bitta problemasi bor,
ularga masalan yiliga 10 mingta zaявka kelishi mumkinda o'yinlarcha. Ya'ni O'zbekistondan kimdir zaявka qilib apply qilsa, ya'ni u yo'qolib ketish xavfi juda ham katta. Mingtani orasida yo'qolib ketish ehtimoli rostdan ham katta. Juda va ular o'z-o'zidan butun dunyodagi proyektlarda olganda eng zo'r sifatli va eng ko'p marketingga, wishlistlarga ega bo'lgan proyektlarni qabul qilishadi-da. Shuning uchun bizda potensial juda ham zo'r, ko'p bo'lishi mumkin, lekin bizani ichki o'sha nima edi bozorimizda nima edi dunyoga olib chiqadigan aynan fond, venture yoki publisher kerakda. Bularni hammasini yig'ib olib, birgalikda ishlab, birgalikda kreativlikda butun dunyoga chiqaradigan o'zimizda ichki Meni o'ylashimcha, agarda fondlar bo'lsa, venture fondlar bo'lsa, aytaylik, GMDev rivoji uchun, misol uchun, sizni g'oyangiz uchun qandaydir moliyalashtirish ishlarini amalga oshirsa, ular uchun ham plyusga o'ylaydigan jihatlari juda ham ko'p. Shu narsani biz keng ommaga tushuntirib bera olmayapmizmi yoki bo'lmasa ular GMDev rivojiga ishonmayaptimi? Nima deb o'ylaysiz? Buni tushuntirish asosan problemasi bor. Bu 100%. Chunki bular qiziqadi. Men juda ham ko'pchilik o'sha networking raising qilganimizda, qilmoqchi bo'lganimizda venturelar bilan meni juda ham ko'p tanishadi o'sha, lekin juda ham ko'p rad javoblarni olganmiz, lekin qiziqish bor. Qiziqish bor, hammasi xohlaydi, lekin hech qaysi birida hali tushuncha, masalan 100% lik tushuncha yo'q, qanday qilib ishlaydi, qanday qilib rivojlanadi, qanday qilib sotiladi. Bu narsa bo'yicha biz o'sha как раз akseleratsiyalarda ishtirok etib yoki o'zimiz akseleratsiya tashkil qilib bu narsani ko'rsatmoqchimiz va o'zimizning proyektlarimiz shuning uchun bir emas, bir nechta proyekt, 5-6 ta proyektlar chiqarib ko'rsatib, testing qilib, gipotezalar sinab, ba'zilari mashhur bo'ladi butun dunyoga, ba'zilari unchalik emas. Ya'ni o'sha narsalarning statistikalarni hammasini ko'rsatib, bu xuddi masalan boshqa IT sektorlarga o'xshagan, faqatgina jahonga birdaniga chiqqanligi uchun biz nima deydi, sifat darajasi va o'sha texnik darajasini va marketingini birdaniga kattaroq olishimiz kerakda. Chunki biz butun dunyo bilan bellashamiz, O'zbekiston emas. Ya'ni biz lokal qilib avval Toshkentda, undan keyin boshqa shaharlarda va boshqa davlatlarda emas, biz birinchi kundan Yaponiyaga, Amerikaga, Janubiy Amerikaga chiqqanimiz uchun biz haqiqatan ham o'shanga yarasha harakat qilishimiz kerak, o'shanga yarasha o'zimizdan investment kerak va o'shanga yarasha bizda ham o'sha chanqoq bo'lish kerak butun dunyoni zabt etish uchun. Shuning uchun biz hozir ish olib bormoqdamiz, aynan buni ko'rsatish uchun shu asosan. Lekin baribir menimcha o'ylayman, chuqurroq tushuntirishimiz kerakmi bu jarayon? Chunki O'zbekistonni umuman olganda mamlakatlarni birinchi o'rinda tanitadigan sport bo'lsa, buni hamma biladi. Qaysidir jihatdan hozirgi kunda kreativ yo'nalish, kreativ yo'nalishni bosh pog'onasida GMDev turibdi deb o'ylayman. Misol uchun balki game developerlar kamroq harakat qilyaptimi? Shunaqa desak ham bo'ladi, chunki men bir o'zim bu narsani massiviy qilishimiz kerakda, ya'ni ko'p studiyalar, ko'p kreativ proyektlar, ya'ni yuzlab bor bo'lsa masalan va uni masalan venturelarga, fondlarga ko'rsata olsak, ya'ni bir kattagina jamoa sifatida, ya'ni faqatgina men emas, masalan Dumers Entertainment hamma joyda yurib o'zini proyektlarini, bularning tushunchasi shunaqaki, bular ya'ni bu faqatgina nima edi, O'zbekistonda bittagina studiya bor ekan va uni nima edi, endi ya'ni bozor katta emas. Undan ko'ra biz boshqa IT sektorlarga masalan investment beramiz. Hali rivojlanmagan, shuning uchun nima edi, riski kattaroq deb o'ylashadi, lekin aslida biz o'sha kreativlikni biz jamoalarda ko'rsata olsak, proyektlarni ko'rsata olsak, bu yerda juda ham ko'p ish o'rinlarini ko'rsata olamiz. Chunki aytganimdek 10 ta har xil sohalar bor GameDev'da o'zida. Va o'sha kreativ sohalarda juda ham ko'p ish o'rinlari, kreativ sohalarda butun jahonga chiqishimiz, xuddi shaxmat, masalan futbol, sport singari va kino singari masalan birdaniga o'sha ishlashimiz, bu narsani ko'rsata olishimiz kerak, lekin faqat jamoa sifatida, faqatgina kattagina nima edi, hammamiz birlashib o'sha kuchli proyektlarni jamlab turib ko'rsata olsak, shunda biz
bozorga ega bo'lamiz O'zbekistonda, aynan developerlar bozoriga va developerlar bozoriga borib bo'lgandan keyin biz o'zidan yuzlab proyektlar paydo bo'ladi. O'sha proyektlarni o'zimizdan chiqaramiz. Mana o'zingiz ham mana kichik bir bozor raqobatchisiz deylik. Misol uchun O'zbekistonda hozir game developerlar kichik bir lavozimda turibdi. 5 yillikda menimcha ularning lavozimi yoki ularning nomi jarangdorroq eshitilishni boshlaydi. Va men bermoqchi bo'lgan savolim mana shu o'yinlaringizni hammasini misol uchun kimdir o'ynamoqchi bo'lsa, tekkanmi mutlaqo yoki bo'lmasa qandaydir hozircha tekin. Hozir o'ynab qolinglar. Demo bor, Happy My Friends, Nearborn, Black Survival yaqinda chiqarganmiz. Bu o'sha o'rta davrdagida kasalliklar bo'lgan va kasalliklardan biri zombi kasalligi haqida ko'rsatganmiz va 10,000 wishlist yiqqanmiz o'sha yerda ham demoda. Bir hafta ichida 6,000 ta, 4,000 bilan chiqqanmiz. Bir hafta ichida 6,000 ta yiqqanmiz. Shu hozir 10,000 wishlistlardan ortiq va hammasi hozir o'ynab ko'rishingiz mumkin. Yana bu iyunda chiqargan bo'lsak, yana oktyabrda yana 3 tasini chiqaramiz. Bu qo'y urishtirish, bu Oltin O'rda va bu Rock tosh simulyatori bor. Hozir ish olib bormoqdamiz. O'sha 3 ta yana chiqaramiz va xuddi shunday biz maqsadimiz chiqarib, undan keyin uni monetizatsiyasini monetizatsiyasini kechroq yoqamiz, chunki biz avval aytganimdek auditoriyani to'plab, hammasini birgalikda birlashtirib, undan keyin o'sha monetizatsiyasiga yoqsak, o'zlari bemalol sotib olib, o'ynab ko'rishlari mumkin. Tarixini ancha o'rganibsiz, Oltin O'rdada. Elementar har bitta detalni joyiga qo'ygansiz. Qoyil kadrlar ham sochli, odam e'tiborini tortadigan ulkan zafarlar tilaymiz aynan mana shu o'yin boshida va bu boya aytganingiz bo'yicha zombi. Black Survival o'sha qo'rqinchli ekan. Hozir bu yerda jang sahnalari bo'ladimi? Jang sahnalari top down hisoblanadi, janr. Top down janr bu xuddi Diablo yoki har xil o'yinlar bor. Xuddi shunaqangi bu yerda ham xuddi omon qolish janri o'zi aslida o'zingizni qishlog'ingizni ko'rishingiz mumkin, resurslarni yig'ib kasallikka uchragan bu. Kasalliklarda uchraganlarni masalan antidot yig'ib, ya'ni o'sha nima deydi, odamlarni qutqarib o'z-o'zidan har xil craft anular bor, alximiya bor. O'shalarning barchasini o'sha ko'rsatganimizdek ovqat pishirishgacha bor. Hammasi o'zingiz o'sha yerda his qilar ekansiz. Xuddi shunday o'yinlar bor. Oltin O'rda ham xuddi shunga o'xshash, faqatgina boshqa settingda va boshqa nima edi, bo'yicha. Qo'rqinchli. Lekin mana suhbatlashib, tushunib boryapman, kelajagi porloq komandasi. Rahmat. Endi men yana ortga qaytmoqchiman. Game dev ota-onalarimiz uchun umuman yot yo'nalish, yot soha va umuman olganda yaqinlarimiz uchun ham. Yaqinlarni qo'llab-quvvatlash qanaqa bo'lgan? Game devga srazu game devga o'tib ketgansiz. Misol uchun tezlik bilan musiqani tashlab, ular qo'llab-quvvatlaganmi, qarshilik qilishganmi yoki eplolmaysan deyishganmi? Qanaqa so'zlar bo'lgan, qanaqa tanqidlar bo'lgan, kim ko'proq yoningizda turgan, kim ko'ksingizdan aytargan? O'zi aslida juda ham nima deydi, g'alati bo'lgan, chunki bular tushunishmagan, ota-onam tushunishmagan nima ish bilan shug'ullanayotganimizni. Men o'zi aslida shunchaki IT bilan shug'ullanamiz deb aytganman. Shu bilan masalan har xil proyektlarda keyinchalik grant yutganimizdan keyin o'sha hamma joylarga ko'rsatib proyektlarda va proyektlarni qilganimizdan keyin mana treylerlarini ko'rsatganimdan keyin ular ishonishgan. Haqiqatan ham bu o'shanaqangi vizual ravishda boshqacha proyektlar ekan. Bu shunchaki ya'ni veb-sayt qilish yoki qanaqadir platforma qilish emas. Bu aynan o'yinlar ishlab chiqish va ular o'shandan keyin tushunishgan. Ya'ni buni avvaliga o'z-o'zidan tushunishmaydi. Keyinchalik bu narsani shunchaki o'zida ko'rsatganingizda aynan qo'llab-quvvatlashadi, tushunishadi va ota-onalar uchun ham alohida qiladigan nima deydi, beradigan tavsiyam game devda shunchaki o'yin sifatida emas, buni bolalarni rivojlantiradigan aynan sohalardan biri, chunki bu kreativlikni yoqadi. Bu strategik yo'naltirishni, o'ylashni nima edi, rivojlantiradi. O'yinlardan o'ynashdan boshlab uni qilishgacha. Chunki masalan yaqinda post o'qib oldim, Pavel Durov ham aynan strategik o'yinlarni o'ynaganligi uchun bolalikdan
unda o'sha qanaqadir tadbirkorlik rivojlangan ekanda, o'sha aynan strategik janrdagi o'yinlarni o'ynagan, ya'ni har xil janrdagi o'yinlar bor, ya'ni butun boshli shahar qurishingiz mumkin yoki butun boshli armiyani boshqa armiyalar bilan urushtirib, ya'ni zabt qilishingiz mumkin, ya'ni har xil strategiyalar bor va har xil janrlar bor. Chunki ko'pchilik o'ylaydi bu nima edi, game dev bu faqatgina CS, Counter Strike va Dota yoki PUBG deb o'ylaydi, degan aslida unday emas. Men shaxsan ayta olaman, men o'ynamayman u o'yinlarni, Dotani ham, CS-ni ham yoki PUBG-ni ham o'ynamayman. Men asosan o'sha aytganingizdek tarixiy o'yinlar juda ham yoqtiraman. Aynan Skyrim, Kingdom Come Deliverance, Vedьмак bor, Witcher, undan keyin hozir mana RDR bor, birinchi, ikkinchi seriyalari. Aynan tarixga taalluqli Mordhau, ya'ni juda ham ko'p o'zi aslida o'yinlar, o'sha tarixiy menga eng yoqimli narsalar o'sha aynan tarixga aloqadorli o'yinlar. Men o'zim ham shu bilan ko'pchilik o'sha fanatiman, shuning uchun o'sha narsa bilan ko'proq shug'ullanamiz. Bundan tashqari ya'ni har xil janrdagi rivojlantirsa bo'ladi, lekin umuman olganda imkoniyat bor bo'lsa, buni game'ni faqatgina o'sha o'yin sifatida emas, buni edtech ham kiritsa bo'ladi, gamifikatsiya sifatida, fintech ham kiritsa bo'ladi, gamifikatsiya sifatida. Ya'ni game hamma joyga kirib bo'ladi. Bundan qochib qutula olmaysiz. Bu narsa real ravishda har kuni kirib bormoqda. Ya'ni masalan oddiygina prilojenelarga qarasak, masalan Click, PayMe, boshqa bank prilojenelarida hammasida уже gamifikatsiya bor, hammasida bir narsa qilishingiz kerak, ball bonus. Bu hammasi o'yinlardan kelgan yoki umuman olganda marketplace'larda ham, hamma joyda ham, o'zi edtech ham hozir kirib borganimizda maktablarda ham shunday platforma paydo bo'ladiki, siz kitob oldingidagi, masalan, kitob o'qimaysiz, siz o'yin o'ynab, qanaqadir progress yaratib, undan keyin biror narsaga o'rganasiz. Chunki hozir bitta juda ham katta problema bor educationda. Bu problema o'sha maktablarga ham, universitetlarga ham taalluqli problema. Bu narsani hal qilish kerak. Bu o'sha ChatGPT AI'lar bilan masalan savolni javobini 1 sekundda topish. Bu esa o'ylash va qanaqadir o'sha pasaytiradi-da, fikrlash qobiliyatini da pasaytiradi, chunki hamma narsa javobi tezda topilsa, odamlar ya'ni fikrlashi va rivojlanishdan, aynan fikrlashdan to'xtatadi-da, chunki hamma narsa tayyor. Shuning uchun shunaqangi platformalar paydo bo'ladiki, siz shunchaki javob topa olmaysiz, ya'ni shunchaki screenshot qilib AIga tashab, siz uni progressiya qilib, masalan birga birni qo'shganingizda qanday qilib qo'shishi o'sha progressiyasi bo'ladi. O'shanda o'sha narsani o'tkazgan holatda, tushungan holatingizdan keyin uni tushunib olasiz, qanday qilib yechishni, masalan matematikada yoki tarixda yoki boshqa fanlarni ham. Chunki bu narsa orqali hozir yaratmasak platformani, kelajak juda ham nima deydi, o'sha fikrlashi sustroq bo'lib qoladi. O'sha narsa nima deydi, interaktiv holatda qilishimiz kerak. Men eshitaman-da ota-onalardan. Game devda o'qiyapti, o'z xohishi bilan bordi, men xohlamagandim. Boshini kompyuterdan ko'tarmaydi, boshini telefondan ko'tarmaydi. Kerakmidi? Undan ko'ra bor, bank moliyati o'qi, undan ko'ra bor, men bu sohada o'qi. Vrach bo'lmaysanmi deb qo'yadi-da. O'ylayman. Ona sifatida aytamanki, agarda game dev haqiqatda rivojlanadigan bo'lsa, men ham farzandimni ushbu rivojlanayotgan soha vakili bo'lishini xohlagan bo'lardim. Da. Sizga ham aytishganmi? Qo'ysangchi. Albatta. Men o'zi endi u payt umuman olganda game dev bo'lmagan, deyarli men o'ylamagandim ham umuman game devda ishlayman deb. Chunki men o'zi vrach bo'lish niyatim bor edi. Ota-onam aytgan, endi nima edi, vrach bo'lasan, tam rivojlanasan, juda ham zo'r kasb, har doim kerakli kasb. Va men bu narsani ochiq ayta olaman, endi o'zi aslida 5 marta universitetdan yiqilganman, 5 yil davomida. Umuman hech qaysi universitetga kira olmaganman. Va o'sha paytlarda ham masalan Tashmida yoki Nizomiyda masalan kirmoqchi bo'lganimda umuman hech qanday nima deydi, yuragi jiz etmaganmi? Yurak ya'ni niyat bo'lgan, lekin odamni o'zida xohishi, ichki yuragida o'sha olov bo'lmasa, qiyin. Juda ham, ya'ni o'sha yiqilasiz-ku, yiqilganingizda faqatgina sizni davom ettirib ushlaydigan narsa ichingizdagi faqatgina olov va o'sha narsani haqiqatan ham xohlashingiz, ichki niyatdan o'sha narsani juda ham qattiq xohlashingiz faqatgina
sizni nima edi muvaffaqiyatga olib keladi. Chunki tashqi omil orqali berilgan influence ota-onadan yoki boshqa odamlardan, o'rtoqlaringizdan bu narsa o'sha qiyinchiliklarga uchraganingizda nima edi u sekin so'ngga boradida, undan keyin siz o'zingiz yolg'iz, sizga hech kim yordam bermagan paytda o'zingiz yolg'iz o'zingiz qolganingizda siz nima bilan shug'ullanishingizni topishingiz kerak. O'sha payt bilsangiz bo'ldi, nima bilan shug'ullanishingiz. Eng katta raqib bu yerda o'zingiz bo'lasiz-da. Shunaqa. Sizga misol uchun shunday imkoniyat berildi. Kelajakda juda ham katta byudjetga egasiz. Juda ham katta komandaga egasiz. Qanday o'yin yaratgan bo'lardingiz? O'zi shunaqa niyat bor bizda, ya'ni iloji bo'lsa endi endless byudjet bilan o'zi kreativ sanoat shunaqa sanoatda bu yerda nima edi qanchalik byudjet kattaroq bo'lsa shunchalik kreativlikni ham o'zi ko'paytirsa bo'ladi, kattalashtirsa bo'ladi. Har xil janrlardagi o'yinlar, masalan, men ayta olaman, eng qiyin janrlardan biri, butun dunyoda eng qiyin janr bu strategik o'yinlar. Strategik o'yinlar menda niyat bor. Bu aynan toj davridan boshlab hozirgi davrgacha o'sha tepadan nima deydi qishloq qurib, hozirgi masalan aytaylik mana Tashkent City bor, o'shani rivojlantirgungacha bo'ladigan butun boshli tarixiy masalan strategik o'yini, ya'ni siz shunchaki oddiy daraxt cho'paklardan uy qurib yoki g'ishtlardan, loy g'ishtlardan uy qurib boshlab, o'sha barcha evolyutsiyasi, qishloqlar katta shaharga aylanib, uni rivojlantirib, undan keyin mana Toshkent Cityga masalan aylanib, juda ham katta binolarga, undan keyingi evolyutsiyasi masalan balkim undan ham zo'rdir, masalan buni ham kreativlikka qo'shish kerak. Mana shunaqa niyat bor, lekin buning uchun haqiqatan katta byudjet kerak va vaqt kerak buni butun boshli evolyutsiyani yashash uchun. Va men ishonchim komil, bunaqangi o'yinlar hali dunyoda yo'q. Ya'ni bu narsani ham qilsa juda ham katta, balkim endi 20 yillab, 30-40 yillab odamlar bemalol o'ynashi mumkin mana shunaqangi o'yinlarda. 20 yil bitta o'yindan chiqmay turish. Zo'r va omad tilaymiz. Sizni qo'llab-quvvatlaydigan investor ham topilish niyatdoshimiz. Eng muhim savollardan biri, bizni ko'rib turgan, endi bu sohaga kirib kelgan yosh, hali suyaklari qotmagan game developerlarga qanaqa maslahat berasiz? Maslahatim hammaga, masalan bu bilan gaplashamiz, bunaqangida developerlar bilan. Birinchi bo'lib qiladigan maslahatim bu, hozir AI'lar bor. AI orqali prototip yaratish. Prototipni birinchi bo'lib o'sha o'rtoqlaringizdan, masalan sinfdoshlaringizdan bo'lishi mumkin. Ularda sinab ko'rish, ya'ni u chiroyli bo'lmasligi mumkin. Eng muhimi qiziqarli bo'lsa bo'ldi. Ya'ni qo'pol qilib aytganda xunuk bo'lsa ham, lekin qiziqarli qilib odamlarni o'zida ushlab turib, ya'ni nima edi, qiziq bir prototipga, mexanikalarga ega bo'lsa sodda bo'lishi mumkin. Ya'ni GTA darajasida qilish shart emas. Oddiygina masalan match 3 merger, har xil puzzlelar bor. O'sha darajasida ham qilsa ham birinchi bo'lib o'sha narsada testing qilish, sinfdoshlarida qanchalik qiziqarli va qanchalik ushlab tura oladi. Ikkinchi narsa bu o'sha proyektni boshidan boshlab oxirigacha boshqa proyektlarga nima edi chalg'imasdan oxirigacha yetkazib chiqarish. Mana shu narsa eng qimmatli va eng zo'r narsa hisoblanadi. Chunki bitta proyektni noldan boshlab chiqargunizcha anchagina opit olasiz. O'zingiz qilgunizcha ham bu narsa juda ham katta qimmat nima edi developer sifatida o'zi nima edi hisoblanasiz. Sizga bugungi suhbatga rozi bo'lganingiz uchun rahmat va komandangizga ham, sizga ham omad zafarlar tilab qolamiz. O'zbekiston Kreativ assotsiatsiyasining a'zosi ekanligingizdan faxrlanamiz va kelajakda eng asosiysi o'zingiz xohlagan strategik o'yinlarni yaratuvchisi, qiroli bo'ling deymiz. Doim shunaqa yaxshi tilaklar tilab qolamiz va keyingi suhbatlarda sizni o'sha katta loyihalarni yutganingiz, katta investorlarning e'tiborini jalb qilganingiz va katta byudjet bilan katta o'yin yaratayotganingizda intervyu o'tkazaylik. Albatta shunaqa niyat bor. Yaxshigina o'sha bu yerda aynan Toshkentda komanda yig'ib, kattalashib, rivojlanish
o'z-o'zidan proyektlarni masalan har xil balkim даже masalan har xil отделlar qilib proyektlar bilan ishlab alohida guruhlar mana shu joyda o'zida masalan tashkil qilish Toshkentni o'zida va rivojlanish o'z-o'zidan rahmat taklif uchun ham juda ham xursandmiz chunki biz uchun ham promo bu nima deydi game devda rivojlanish uchun hali endi boshlanish bosqichidamiz. Shuni kelajakda masalan xuddi shunday qurilgan o'zi aslida hamma katta kompaniyalar CG Projekt Red bor, Mindfish bor, Rockstar Games bor. Masalan Mindfishda ham o'ziga yarasha juda ham qiyin tarixi bor. Ya'ni yillab ular investitsiya qidirgan, yillab mobaynida o'yiniga ishonib shu balkim qancha bir 5-7 yil qiyinchilik bilan qilib keyin chiqarishgan o'yinlarda. Shuning uchun bu shunaqa soha, lekin biz buni sevamiz, yoqtiramiz, buni fanatimiz. Shuning uchun biz bu narsani hattoki investitsiyasiz ham shu paytgacha qidirganmiz, qilganmiz va bundan keyin endi sal yengilroq bo'ladi va xudo xolasa endi yanada kattaroq nima deydi investitsiya jalb qilib va undan keyin rivojlanib jahonga ham chiqib monetizatsiyalarda hammasini revenuelarni ko'tarib bemalol eng katta dunyodagi eng katta studiyalardan biriga aylanish bizda ham maqsad bir necha milliard dollarlik studiyalar bir necha milliard dollarlik revenuelar topish yiliga. Bu narsani iloji bor, shunchaki ishlash kerak, kreativlik, maksimal kreativlik va 2026-yil hozir masalan va bundan keyin yagona yutadigan narsa, chunki AI davrida yagona yutadigan narsa bu kreativlik. Eng zo'r kreativ, eng zo'r telba ideyalar har doim yutadi. Har doim ideyalar to'g'ri aytdingiz. O'zingizga va harakatlaringizga ishonchingiz yuqoriki, shu so'zlarni aytdingiz. Va omad tilab qolamiz. Rahmat. Keyingi safar juda ham katta studiya rahbari sifatida siz bilan yana bir bor suhbat o'tkazish nasib qilsin. Rahmat, Charchamayli. O'zbekiston Kreativ assotsiatsiyasi sizlar uchun maxsus tayyorladi.